O'zbekneftgazning 34 minglik katta jamoasi uchun zo'r yangilik. Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Bugun sizni quvontiradigan yana bir xushxabarni yetkazmoqchimiz. Xabaringiz bor, davlatimiz bu yil o'zining mustaqilligining 35 yilligini katta ko'tarinkilik bilan nishonlaydi. Boshqaruv raisining tashabbusi bilan O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati va uning tizimidagi barcha tashkilotlari xodimlari uchun mustaqillik bayrami va aynan shu kunlarda keng nishonlanadigan neft va gaz sanoati xodimlari kasb bayrami munosabati bilan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 2 baravarida rag'batlantirish ko'zda tutilyapti. Shu joyini oddiy tushuntiraylik. Mustaqillik bayramiga 1.4, kasb bayramiga 0.6. Kelovini qo'shganda 2 baravar. Agar pulga hisoblasak, bu taxminan 2,5 million bo'ladi, to'g'rimi? Soliqlarni olib tashlaganda 2 million 200 ming taxminan. E'tibor bering, yurtimizda neft gazchilar kasb bayrami garchi rasmiy nishonlanmasa-da, lekin boshqaruv raisining tashabbusi bilan bu yil ilk marotaba kasb bayramida ham rag'batlantirilamiz. To'g'ri, bu bir qarashda uncha kattadek tuyulmas, lekin jamoadagi 34 ming xodimni hisoblasangiz, raqamlarni o'zi gapiradi. Bu boshqaruv raisining olis cho'llarda tunni tongga ulab xizmat qilayotgan, gazni ko'paytirishga o'z hissasini qo'shayotgan bir necha minglab jamoa uchun berilgan e'tibor va samimiy ehtirom ifodasidir. Yodda tuting, O'zbekneftgazda har bir xodim qadrli, har bir mehnat e'tiborga loyiq. Kirib kelayotgan bayram muborak bo'lsin.